Men ajrashgan juvonni senga olib bermayman. Men Muhammad Aminning onasiman. Voy, yaxshimisiz? Tinch qo'yasizmi o'g'limmi yo'qmi? Menga qarang. Boshqa meni bezovta qilmang. Bunaqa mahallamga kelmang. Gap so'zga qoldirmang meni. Sizni o'zingiz tengiz chiqadi. Xudo xolasa meni ham o'zim tengim chiqadi. Iloji bo'lsa, meni boshqa bezovta qilmang. Men baribir sizga uylanaman. Nima qildi? Men aytgan qizga ko'nmaysanmi endi? Yo'q, uylanmayman. Mayli. Men sen aytgan qizga ko'naman. Sen aytgan qizni olib beraman. Ko'p yashang qizim. Voy qo'shiq qaring qizim, baxtli bo'ling. Ya menga shart emas, qo'yaver. Ishga kech qolma. Oyi, uyda duo qiling. Alloh umringga, rizqingga, kasb-koringga, naslingga baraka bersin. Qo'sha qarib beringlar. Rahmat, oyi. Yaxshi borib kel, bolam. Yaxshi o'tir. Mayli, yaxshi aytvoring. Ha, rahmat. Bo'pti, sen qo'yaver, men ketdim o'zim. Qizim, siz ham bemalol ishlaringizni qilavering. Xo'p, bo'ladi. Hali men seni kuningni ko'rsatib qo'yaman. Voy, nimaga idishlarni bu yoqqa qo'yib? Idish qo'yadigan joy nariyoq-ku. Ha, bildim. Rakvinaga yaqinroq joyga taxlayotgandim-da, qulay bo'lishga. Endi kelib oldim, hamma narsaga xo'jayin bo'lib oldim. Xohlagan joyimni xohlagancha o'zgartiraman deyapsizmi? Hech qachon. Men sizga hech qanaqa huquq bermayman. Idishlarni oling-da, hammasini nariyoq shkafga joylang. Tushundingizmi? Bu uyda men aytganim bo'ladi. Aytganim deganim degan. Tez qimillang. Xo'p, bo'ladi. Bo'g'imlardagi og'riqlar va suyak yemirilishi sizni bezovta qilishni boshlaganmi? Og'riqlar va to'shakka mixlanishni istamasangiz kerak. Unda hoziroq harakatni boshlang. Suyaklar va suyak to'qimalarini saqlab qolish endi o'z qo'lingizda. Stop artroz bu borada eng ishonchli vosita hisoblanadi. Skelet tizimining funksional holatini yaxshilash, qo'shimcha harakatchanlikni oshirish, yemirilgan suyak to'qimalarini tiklash va oziq moddalarning so'rilish jarayonini yaxshilash aynan stop artrozning vazifasi hisoblanadi. Buyurtma bersangiz kifoya. Muammoni stop artroz hal qiladi. Hoziroq pastdagi havola orqali mahsulotga buyurtma bering. Yaxshi kelding bolam. Rahmat, Tuzummisan? Xudoga shukr. O'zinglarchi? Rahmat, Xudoga shukr. 3-4 yil qolib ketding-a Istanbulda. O'qishing ham bir ham cho'zilib ketdi. O'shancha Muhammad amin to'yiga ham kela olmadim. Yaxshi o'tkazib oldinglarmi? Kelmaganing ham yaxshi bo'ldi. Ishtamidi Muhammad amin? Ha. Yaxshi o'tiribsanmi o'zinglar? O'tiribmiz. Mana ko'rib turibsan. Menga qarang. Ovqat solganmisiz? Ha, oyijon, solib qo'ydim. Ovqat solib bo'lgan bo'lsangiz-chi, boring, tepada ishlarni qiling. O'zim quyib beraveraman choyni. Boring, chiqib ketavering. Mayli, oyijon, yaxshi o'tiringlar. Yangi kelinlar qali. Issiq choyni ichib o'tiribsiz. Voy, mazza qilib yayrab o'tiribman. Ko'rmaysanmi ahvolini? Mana Muhammad Amin boshimga shu juvonni olib kelib qo'ygan. Shuncha qizni ko'rsatdim. Uni u dedi, buni bu dedi. Oxiri mashinada to'xtadi. Olib kelib qo'ydi boshimga. Ol, choyingni ich. Yaxshi bola edi-ku Muhammad amin. Qattin topdi buni. Voy, bilmayman. Menimcha issiq sovuq qilib olgan bo'lsa kerak bu. Issiq sovuq qilib o'g'limni boshini aylantirib olgan bu. Ko'rinishini yomonga o'xshamaydi-ku kelaningiz. Ko'rinishiga qarab baho berasanmi? Shunday joyga kelin bo'lib tushib oldi. O'g'limni boshini aylantirib oldi. Endi maza qilib yayrab yashavatdi. Shunaqa jodigar. Soat 8-9 gacha uxlaydi. Bitta ish buyurmaguninggacha qilmaydi. Fahm farosati yo'q. Ovqat qilishni bilmaydi. Biram befahm, befarosat ish buyurmasang qilmaydi. Telefonini o'ynab, o'zichi menga qarab, bu bekorga ajrashmagan. Men hammasini tushunib yetdim-ku, mana shu shaltoqligidan, befahmligidan buni haydab yuborishgan uyida. Oxiri meni o'g'limga shunaqa boshini aylantirib tegib olgan. Mayli, mas qilmang. O'g'lingiz ko'ngli tushibdi, sevishib endi maza qilib yashashsin bo'layam. Mayli, endi nima ham qilardim? Shu taqdir ekan, ko'nib o'tiribman shunga. Murosa madora qilib. O'zing qachon uylanasan? Bu yil xudo xolasa. Chiqib Turkiyadan qalan-qasan qilan yetaklab kelmadingmi? Yo'q, shu yerdan.
Menga qara jiyan. Shu o'zimizni o'zbek, soliha, mo'mina qizlarga uylangan. Akangga o'xshab kelgan ota-onangni boshini baloga giriftor qilib o'tirmagin. Xo'pmi? O'zimizni o'zbek qizlarga hech kim yetmaydi. Qiz bolasiga uylangan. Ya, shu yerdan uylanaman men. Sen hamki ota-onangni kuydirgi bo'lib kuydirib o'tirmagin. Yo. Oy. Voy, hali ham simillab, imillab o'tiribsizmi? Soatdan 1 bo'pti-ku, rosa imilladingizda. Aytgan hamma ishlaringizni qilib qo'ydim oyijon. Hammasini qildingizmi? Ha, hammasini qildim. Ozgina dam olsam bo'ladimi endi? Mayli bo'pti, boring unda kirib yoting. Xo'p oyijon, yaxshi dam oling. To'xtang. Ertalabki bilinchi pishirib qo'ying. Bilasizmi, bilinchini yaxshi ko'raman. Ancha vaqtingiz ketadi. Soat 5 dan turib pishirishni boshlang. 6 ga pishgan bo'lsin. Bo'pti, boring, ne turibsiz? Mayli, yaxshi dam oling oyijon. Biram imillaydi. Tavba qildim. Voy. Oyijon, assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? Men sizga nechida turing dedim? 5 ta turdi. 5 ta turing dedim, ha? Soat necha bo'ldi? 5 ta 10 minut o'tdi. Nega 10 minut uxlab qoldingiz? Erim yo'q, erim komandirovkada. Xohlaganimcha dam olaman deb o'ylayapsizmi? Uzr oyijon, kechasi kechayotganimga uxlab qolmanda. Men sizga ertalab turib bilinchi pishirib qo'ying dedim. Qani bilinchik? Hozir tez tushib tayyorlab beraman oyijon. Uzr menbor. Endi kerak emas. Endi bilinchingni o'zingiz mana shunday qilib meni to'ydirdingiz. Hali o'g'lim kelsa, hammasini aytib beraman. Yotsiz. Oyi, yaxshimisiz? Yaxshiman. Ha? Xotining jonimga tegib ketdi. Ular bo'lsam o'lib bo'ldim. Na bir ovqati shirin, na uyi yig'ib beradi. O'zicha xon, xohlaganini qiladi. Ana kuni meni uyimni bilasanmi nima qilibdi? Butun karavatlarimni surib, o'rnini alishtiribdi. Bittasi yetdi bunga shunaqa qilgin deb. O'zicha o'zini qirolicha deb biladi bu uyda. Tema, o'zgartirma desam qulog'iga kirmaydi. O'zi bilgancha uyda xo'jayinchilik qiladi. Aslida-chi, bu senga bekorga tegmagan. Oldingi yerdan qaytib kelgandan keyin kelinaylari uyga sig'dirmagandek, o'shancha senga tegmagan. Men buni bilib o'rganib bo'ldim-ku. Sen oldingda boshqacha, sen yo'g'ingda boshqacha. Sen oldingda sponi yoqib olib yuradi. Sen ketishing bilan jodigarga aylanadi. Shunaqa jonimga tegib ketdi buni. Oyi, unaqa yomon ayol emasdir endi keliningiz. Sen qatdan bilasan? Har kuni ishda bo'lsang, men-ku kun bo'yi u bilan o'tiradigan. Men bilsam kerak, yo ona bo'lib yolg'on gapiramanmi? O'zi aslida-chi seni boshingni oldin ham aylantirib olgan edi, hozir ham aylantirib olgan. Yuribsan lallayib, ko'z oldingdagi narsalarni ko'rmay. Men bechorani qanaqa xo'rlayotganini ham ko'rmagan. Ertaga o'tib ketgandan keyin bilasan, aytasan, bekorga onamni xo'rlatib qo'ygan ekan, men shu jodigarga deysan. O'shanda kech bo'ladi. Aslida bu bekorga ajrashmagan ekan. Mana shunaqa pismayib, bilib o'zini foydasiga ishlar qilib yurgani uchun uydagilar haydab yuborgan buni. Men hammasini bildim-ku. Eri ham mana pismiqligini bilib qolib, bunaqa jodigar menga kerak emas deb uydan haydab yuborgan. To'g'ri ham qilgan. Kimga kerak bunaqa jodigar? Bo'ldi oyi. Bo'ldi, gaplashaman. Keliningizni siz aytganingizni qiladigan qilib qo'yaman, bo'ldi. Ortiqcha gapirmasdan jimgina siz aytganingizni qiladi, bo'ldi. Faqat asabiylashmang, iltimos. O'zi nimaga kelganim ham esimdan chiqib ketib qoldi-da. Men bu stop artrozni sizga olib keldim, esimdan chiqibdi berish. Oling. Rahmat bolam, baraka topgan. Mashishi lekin yaxshi qilibsan. Juda ham yaxshi dori ekan. Bolam, juda ham jonimga tegib ketdi. O'zimda o'tirib gaplash. Yo ajrashasanmi? Ajrasang undan ham yaxshi edi. Qani shu jodigardan qutulardim. Ajrash. Men senga onasi o'pmaganini olib beraman. Jon bolam. Hech ko'nglimga yoqmaydi shuni. Bo'pti, xo'p, oyi, gaplashaman o'zi bilan. Ajrashsa zo'r bo'lardi, qutulardim o'sha megajindan. Oyijon, Ha? siz aytgan ishlarni hammasini qilib bo'ldim. Xo'p, juda ham yaxshi bo'pti-da qilib bo'lgan bo'lsangiz. Qani bir hovliga chiqingchi, hamma brushatkalarni arting, tozalang. Oyi, yomg'ir yog'yapti-ku.
Nima qilib yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa? Kelin-ku qiladi. Sanga nima? Darsingni qil. Bora qoling. Xo'p, bo'ladi. Besh battar bo'lgan. Battar bo'l. Muncha sho'r. Voy, rosa sho'r bo'lib ketibdi ovqat. Choyzam ilum-ilum, nima balo? Oyi. Ovqat sho'r emas, u zo'r-ku, naborot. Yaxshi chiqqan bo'lsa. Men san xotinning yonida olsan. Yo, men yolg'onchimanmi? Sho'r ovqatni sho'r deyman. Ma'lum, menga sezilmadi-da. Menga qarang, men bu ovqatni yemayman. Sho'r ovqatni o'zingiz yeng. Menga kartoshka bilan go'sht qovuring. Tushundingizmi? Ovqat tayyor bo'lganda meni chaqiring. O'zingizlar yeb o'tiringlar bu sho'r ovqatinglarni. Bezli. Sho'r bo'lib qoptimi? E'tibor qilma. Haligi ovqating tez yegildi. Shunda kartoshka bilan go'shtni shirin qilib pishirib olib chiqib bergan xonmi? Xo'p. Ovqating yaxshi chiqibdi. Qo'ling dard ko'rmasin. Rahmat. Oyi! Oyi! Ha, Ye. Assalomu alaykum oyi. va alaykum assalom. Xullas, bitta yengilik bor. Qanaqa yengilik? O'zing et. Yo'q, o'zi turing. Voy, cho'zmay etsinglar-chi tezroq. Siz nasib qilsa, bu bo'lasiz. Voy, kelin qizim. Voy, tabriklayman. Rahmat. Alloh umr bilan bersin, iloyim. Voy, shunaqa zo'r bo'pti. Bugun hammani chaqiramiz. Hammani mehmon qilamiz, maza qilib bayram qilamiz. Boring qizim. Siz kiringda nimani pishirishni bilsangiz, hamma narsani pishirib chiroyli dasturxon hozirlang. Sen hammani mehmonga chaqir. Boring Xo'p, bolam. Bugun bayram qilamiz. Bo'la qoling. Xo'p bo'ladi. Voy, men ham kiyim alishtirib chiqay, hammaga telefon qilib chiqaman. Endi bolani yo'qotishim kerak. Qizim, alo, Alo. Abdulaziz, yaxshimisan? Assalomu alaykum amma, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshi yuribsan? Rahmat, Xudoga shukrlar, buyammi? Menga qara, sen Turkiyada tanishlaring bor-a? Bor. Narsa zakaz qilmoqchi edim. Ha, olib keltirib beraman, amajon. Bolam menga dori kerak, dori. Qanaqa dori edi? Qanaqaligini men senga Telegramda tashlab yuboraman, xo'p? Mayli, bo'ldi, xo'p. Tashlab yuboring Telegramdan. Bo'pti, bolam. Ota-onangga salom degin, yaxshi o'tiringlar. Xo'p, mayli, siz ham salom deb qo'ying. Menga qara, faqat Muhammad Amin bilmasin, xo'p? Ikkalamiz o'rtamizda qolsin, bu sir. Xo'p? Xo'p. Bo'pti bolam, yaxshi o'tiringlar, kelgin. Xo'p. Odaming. Abdulaziz, yaxshimisan? Salomatmisan? Yaxshimisan? Ishlaring Rahmat. yaxshimi? Tinchlikmi? Nimaga chaqirding meni? Sizlarnikidan chiqib o'tdim. Hop. Ammajonim dori zakasi qo'ruvdilar Turkiyadan. Qanaqa dori u? Turkiyadagi tanishlarimdan so'radim, u dorining qanaqaligini, xomlarni tushiradigan dori ekan. Oyimga homilani tushirish uchun dori nima keragi bor? Sen ham ayoling homilador-da. O'shanga hozir ammajonim aytganiga yo'q deya olmadim. O'shaning uchun olib kelgandim. Ertaga nimadir bo'ladigan bo'lsa, mendan xafa bo'lmagin, kelinga ehtiyot bo'lgin degan maqsadda aytolman. Baba qarindoshimsan. Agar meni tug'iladigan farzandimni tushirish uchun to'xtamay qara, oyim bu darajada menimcha pastkashlik qilmasalar kerak. O'zi boshida o'sha Salimaga uylanishingga rosa qarshi bo'lganlar. O'zi har xil yomon gumonlar kelyapti. Prosta senga ichki ozgina xijolat bor. Xullas hammasidan xabardor bo'lding. Men ozgina shoshyapman, boradigan joylarim bor. Mayli. Rahmat, o'zing ehtiyot qil. Rahmat. Salomat bo'l. Sen unchalik yeb bormas oyim menimcha.
Oydod. Ay, oyijon. Ha, oyi, voy tinchlikmi? Voy, Salima. qizim voy nima bo'ldi? Oshqozonim yomon og'riyapti. Hozir skoriga telefon qilaman. qilma skoriga qilma. Nima qilmayman, oyi, nima deganingiz bu? Qarang ahvolini. Yo'q qilma. Qiling, telefon qiling, bolaga hech narsa qilmadim ekan. Hozir qilyapman. Yo'q qilma bolam. O'z kelinlarda shunaqa bo'lib turadi. Hech narsa qilmaydi. Hozir shirincha yoqib beraman, o'tib ketadi. Nima oyi? Nima telefon qilishimni xohlamayapsiz? Yo nimadirdan cho'chiyapsizmi? Ha? Qarang ahvolini. Bolamga nimadir bo'lsa, men o'zimni kechira olmayman umuman. Yo nimadir bo'luvmidi oranglarda? Ha? O'zichi boshidan mana shu Salimaga uylanishimga qarshi bo'lgansiz. Agar bolamga nimadir bo'ladigan bo'lsa, men ekspertiza qilib, kim nima qilgan bo'lsa topib boshqacha gaplashaman. Men o'zi charchadim bunaqa hayotdan. Kerak bo'lsa qamataman o'sha odamni. Ko'ngil deb turib hammani ko'ngliga qarayman. Meni ko'nglimga hech kim qaramaydi. Hozir skorga telefon qilaman. Voy qizim, meni qo'rqitma. Alo, tez yordammi?